Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tamaki mahsulotlarining respublika hududiga noqonuniy olib kirilishi hamda aylanishiga qarshi Farg'ona shahrida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida shahar hududida oldindan kuzatuvga olingan Haval Joliyon rusumli avtotransport vositasi to'xtab turgan vaqtida ushlanib, xolislar ishtirokida belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina saloni va yukxonasi chetdan mamlakatimiz hududiga noqonuniy olib kirilgan. Bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan. O'zbekiston aksiz markalari bilan markalanmagan va chekishning inson salomatligiga zararidan ogohlantiruvchi belgilari bo'lmagan tamaki mahsulotlari borligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 100 million so'mdan ziyod bo'lgan 5 turdagi 5200 qutiga yaqin tamaki mahsulotlarining chetdan noqonuniy olib kirilishi va aylanishiga chek qo'yildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qilmish qidirmish deydilar. Oson pul topishni o'ylab yo'l qo'ygan qattiq qadamlar pushaymonga sabab bo'ldi. Endilikda qonunbuzarga tegishli tartibda chora ko'riladi.